Darvoza urilganda. Hikoya. Abduri Gulshan Abduqodir. Sahar darvoza urildi. Yolg'iz ana kunidagi odati bo'yicha o'rnidan turib, sut qachisi qo'yilgan shira tarafga qarab mangdi. Bu asnoda sutchining sut degan ovozi anglandi. Ana sut qachisini ko'targanicha darvoza oldiga chiqdi. Ana bu mashg'ulotni davomlashtirayotganiga uzun yillar bo'ldi. Har kuni saharda sutchining darvozalarni takshi urishi bilan tang. Bu mahalladagi qo'shnilar sut bahonasida didorlashadi va ancha-muncha hol ahvol so'rashib, yiroq yaqinda bo'lgan va putganlar. To'y to'kin nazar chiroqlarda ko'rgan anglaganlar haqida kusildishib, ayollik ish-pushuqlarni chiqirib olishadi. Ananing yan qo'shnisi chet eldagi o'g'lining ati keladiganligini aytdi. Bu gapni anglagan ananing ichi qandaqdir seg'inish va har xil savollarni o'z ichiga olgan, villada qilgan bir xil yerimchilikdan titirgandek bo'ldi-da, darhol yana o'ziga tasalli berib, balkim mening o'g'illarimning vatanga keladigan sharoiti texi pishib yetilmaganda, dedi qo'shnilarga chondirmagan holatda tortib. Ananing darvozasi faqat 2 kishi tarafidan ko'p urilib turdi. Buning biri sutchi, yana biri pochtikash edi. Ammo ananing yan qo'shnisining darvozasi uning har yili chet eldan keladigan bolalar tarafidan ko'p urilib turdi. Bundaq chaqlarda yan qo'shnisining qo'rosidan chiqadigan ana, o'g'lim degan hayajonliq ovozlar ananing qo'rosiga uchib kiratdi-da, ananing yiroq chet eldagi o'g'illarga bo'lgan seg'inish o'tlarini va pig'onlarni oshiratdi. Yillar o'tdi, kechdi. Yan qo'shnisining darvozasi har yili urilib, oyga uzilmagan patichilar, xushal ovozlar va kulkilar bilan jonlanib turdi. Ammo onaning darvozasi timtos. Ona darvozasining sutchi va pochtikashdan boshqa odamlar tarafidan urilishini taqozolik bilan kutmoqda. Chunki ananing 4 o'g'li chet elda. Bu yil yoz kelib, qizil gullar echilib, tabiat go'zal tusga kirgan mavsumda yan qo'shnisining darvozasi yana urilib, uning chet eldagi o'g'li yana keldi. Yan qo'shnisining qo'rosi yana avatlashdi. Bu qitim ana chidab turolmadi. Hassiga taynib, peshayvon palampaylardan bir atlab tushib, yan qo'shnisining qorasiga kirdi. Qoro ayol, yoshlar va yashanganlar bilan liq to'lgan edi. Kishilar chet eldan kelgan bu ziyolini o'rib elishib, uning chet el haqida so'zlaganlarini tingshimoqda edi. Ananing chiroyi va kayfiyatidan bir narsadan norozi ekanligini his qilgan jamoat o'rinlardan hurmat bilan turishib, anaga salom berdi va o'tirishga o'rin ko'rsatdi. Ammo ana chet eldan kelgan bu yigitning qarshisida tikilib turib, "Aytqina, nima uchun sen har yili kelasan, ammo mening o'g'illarim kelmaydi?" dedi. Qoro ichini jimjitlik va sukunat qapladi.
Chet eldan kelgan bu yigitmi yerga qarab jim turdi. Ananing savoli javobsiz qoldi. Chunki hech kim bu savolga bilsimi javob berolmaydi. Haqiqat shuki, yan qo'shnisining o'g'li barsi keladigan yo'lga, ananing 4 o'g'li barsi kelmas yo'lga mengishgan edi. Әтсіден башлап, bu mahallaga muxbirlar yig'ib ketdi. Gazet, radio va televizorlarda chet eldan kelgan bu ziyolining ish izlari, chet eldagi o'qish, xizmat va o'rganish masalalari tunishtirilgan ko'plagan programmalar, maqolalar va tunishtirishlar berildi. Ziyoli chet ellardagi milliy bo'lgunchilik harakatlarga maydoni aniq holda qarshi turib, vatani va xalqini deb chet eldagi afzal sharoitlardan voz kechgan to'hpikor, vatanparvar ziyoli deb tunishtirildi. Ana televizorni o'chirib, radioni echividi, yan qo'shnisining ovozi anglandi. Men bola tarbiyalashga intayin ahamiyat berdim. Ana meyiqida kulib qo'ydi. Ananing 4 o'g'li bilan yan qo'shnisining o'g'li bir mahallada cho'ng bo'lgan. O'xshash bir boshlang'ich o'rta maktabda o'qigan. Shundaqla dangliq oliy maktablarnimi o'xshashla a'lo darajada bitirishgan edi. Yan qo'shni bilan ana o'ttirsidagi bola tarbiyalash farqi bo'lsa, biri tojdorlar tojining ko'zi qilib tarbiyalagan, yana biri bo'lsa, ko'klam yomg'irining bir tomchisi qilib tarbiyalagan edi. Ananing ko'klam yomg'irining bir tomchisi bo'lishni niyat qilib vatandan ketgan o'g'illar bo'lsa, ona vataniga haqiqiy bir bahor yomg'iri elib kelish uchun chet ellarda kurash qilmoqda edi. Ertasi saharda onaning darvozasi ansiz urildi. Ona buning sutchining darvoza urish emasligini his qildi. Ona ansizlik ichida bir dasab, 2 dasab berib darvozani ochdi. Biz bexatarlik idorasining xodimlari. Siz bilan so'zlashadigan gap bor. Darhol biz bilan kelishingiz kerak, dedi Baqit atliq bu odam onaga qo'pollik bilan. Ona mashinaga selib, shahardan yiroq bir xilvat mehmonxonaga elib berildi. O'g'illarning chet ellarda milliy bo'lgunchilik harakatlari bilan shug'ullanayotganligini. Agar ona o'g'illarga xizmat ishlab, vatanga qaytib kelishga qoyil qila olsa, yan qo'shnisi ko'rayotgan afzalliklardan bahramand bo'ladiganligini tushuntirdi. 70 yoshlik ona bilan bexatarlik xodimlari o'rtasidagi suhbat soatlarcha davom qildi. Oxiri ular onani telefonda ko'rishtirdi va o'g'illarni telefon orqali qaytib kelishni buyurishga qistadi. Ona bilan o'g'il o'rtasidagi suhbat ön alg'uga elinib turildi. O'g'il bilan ona o'rtasida tövandagidek dialog bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum o'g'lim. Voy. Va alaykum assalom ana. Sen telefon qilib qopsan-ku. Qandaq bir ish bo'ldimi? Yo'q o'g'lim, hech ish bo'lmadi. O'zim shu sizlarni seg'inib telefon qilgan. Qandaq 2 akang va ukangning ahvoli yaxshimi? Yaxshi ana, biz yaxshi turibmiz.
Өзәңчі ана, өзәңнің саламәтлікін қандақ? Мән яқшы балам, әнсірме. Ана, авазың titrab кетіватыды ғо, бір іш болды му? Oğul anının tuyuqsız telefondan şundaqla titrab kelivatqan avazıdan bir narsadan gumonlangandek bo'ldi. Yo'q o'g'lim, hech bo'lmadi. Men yaxshi. Anangning so'zini tingsha balam. Bo'ladi ana, so'zlang. Ana so'zlashga boshladi. Keladigan yiroq ketganlar balam. Ammo kelolmaydigan ketmanlanganlar balam. Senmi hamon bir kuni qaytib kelasan. U kunlar kelganda men yo'q bo'laman, tayinliq. Yotlar seni bo'lguncha deyishivotidi. Ammo sen onaning qalbida bir haqqoniyatsan. Yotlar seni terrorchi deyishivotidi. Ammo ona qalbida sen bir erkinlik jangchisi. Odam o hammamiz o'lib tugaymiz. O'g'lim, faqat va faqat haqqoniyat va erkinlik o'lmaydi. Dunyoni cho'giltidigini yanala haqqoniyat va erkinlik balam. Xayr balam. Telefonda qisqa so'zlashishga majburman. Ko'rishalmay qolsaq, seni ulug' Allohga topshirdim. Vatan va xalqingga yuz kelolmaydigan ishni qilmagan balam. Haq nohaq oldida sukutni tanlama balam. Ana telefonni qo'yibdi. Shu kundan e'tiboran ananing birdan bir bor bo'lgan uy ta'alluqoti telefonimi taqaldi. Uylari bir qancha qitim axtirildi. Ana parakandichilikka mubtala bo'ldi. Ana bir qancha qitim qayta so'roq qilindi. Balalarga qilgan so'zlari uchun pushmon qilib, tövnam yezishga qistaldi. Ana oldidagi qalam va qog'ozlarni bexatarli xodimlarning yuziga otdi. Ostayğini ularga shiltib turib munozirlashdi. Shundan keyin subhi tongga yaqin onaning darvozasi yenik urildigan bo'lib qoldi. Ana darvozaning urilishlaridan uning xayrlik yoki xayrsiz ish uchun urilayotganligini sezib oladi. Sagak ana darvozaning asta urilishidan uyg'onib, "Kim o?" deb vaqirdi. Qarshi tarafdan javob kelmadi. Ana bir besib, ikki besib berib darvozani ochdi. Darvoza oldida hech kim yo'q. Ammo yerda bir dasta gul, un, guruch va bir tungmay degandek narsalar turadi. Ana gulni qo'liga elib purdi. Sahardagi xushbiroq gul hidi anaga huzur berdi. Shu topda ananing qo'liga bir bog'oqchi urildi. Ana bog'oqchini ochdi. Bog'oqchida: "Ana, 4 o'g'lim chet elda deb qayg'urma. Biz sening o'g'il qizlaringdirmiz" deb yezilgan va sening qo'g'dug'uchilaring deb imzo etilgan edi. Shundan keyin ananing darvozasi subiga o'lishib, davomliq yenik holda urilib turadigan bo'ldi. Ananing uyi gul bog'chisiga aylandi.
Anağa tamaq etib beriş, öy tazlap beriş üçün keladiganlarning oyig'i üzülmedi. Uzun ötmey bu mahallada saqchilar, qo'g'dug'uchilar va asos qatlamning aktivlarimi yig'ib ketdi. Bo'libmi ananing uyiga qarta kech kunduz 24 soat nazorat qilish tuzumi yo'lga qo'yildi. Ruhiy masalalarga siyosiy tadbirlari kor qilmas. Namsiz kishilar bu qatim anaga bo'lgan ko'ngil ashyolarni bir qancha qo'roqlardan atlab, tamlardan tashlab berishga boshladi. Ana saharda o'rnidan turib o'ylig'i chiqqanda tamlardan tashlangan xalqning yurak so'g'inlari bilan qarshi elinadi. Kichik bağaqchilarga yezilgan anaga umid va jasorat berguchi so'zlarni o'qigan ananing yuzida xushalliq alomatlari jilva qiladi. Bağaqchilarning biriga shundoq yezilgan edi. Xalq kimlarni beshida egiz ko'tarib, kimlarni yerga urishni bak yaxshi biladi. Xalq orqangizda. Aman bo'ling ana. Bir kuz kechisi tash olma yo'pirmoqlari sarg'ayib yerga tushgan. Eng oxirgi bir qancha tal tash olma yo'pirmoqsiz shoxda kuz shabnimi bilan oshiq mashq bo'lishayotgan kunlarning birida ana Allah'ның haqqi rahmetiga erishdi. Shahar xalqi qo'zg'ilib ketdi. Kishilar to'pi naganda sutchi va pochtikash tarafidan urilib qoladigan bu darvozaga qarab oqmoqda edi. O'limga kelganlar ustillariga havorang kostyum, ayollar havorang yog'liq, yoshlar havorang galostik taqishib, boshlariga Uyg'ur do'ppisi kiyishgan edi. Ananing oxiratligi o'z xalq tarafidan hozirlandi. Onunga xalq tarafidan tikilgan oq va havorang aralashtirilgan kipallik kiydirildi. Onun tavutiga havorang ipak ro'mol yepildi. Ananing meyit namoziga xalqdan bakrak soqchilar yig'ib ketdi. Dafn murosimidagi ahvollarni kuzatib turgan shaharlik soqchi idorasining boshlig'i g'azab bilan vaqirdi qo'l ostidagilarga. Nima degan jiq havorang bu? Buning bir ma'nosi bormi qandoq? Ammo ikkinchi qatim ro'yi masalalarga siyosiy tadbirlar kor qilmas edi. Saqchilar meyitni mashinaga silishni ko'p qatim o'tingan bo'lsa-mu, ammo rad qilindi. Ananing jinozasi xuddi taxtirvanda shahar sayohatiga chiqqan podshodek qo'ldan qo'lga elinib, shaharning sharqidagi qabristonlikqa qarab, asta lapildab uchmoqda edi. Shaharlik hukumatdan buyruq keldi. Meyit mashinaga silinsin. Rad qilindi. 3-chi qatim ro'yi masalalarga siyosiy tadbirlar kor qilmas. Ananing dafn murosimi bu shahar tarixidagi eng katta, eng dog'dug'liq, eng odam soni ko'p bo'lgan bir murosim bo'ldi. Ananing meyiti naiti katta hurmat va ehtirom bilan qo'ldan qo'lga asta ulashib qabri ichiga yerlashtirildi. Darvoza urildi. Bu qitim urilg'ini ziminning darvozasi emas,
balki jannatlarning eng yuqori va kattasi bo'lgan jannati Firdavsning darvozasi edi. Jannat ahli bu haq adolat peshvosi Uyg'ur onini o'rinlaridan turib qarshi elishdi. Hikoya tugadi.